Akalar, sigir bopidan bugun sizlar uchun bo'ladi akalar. Bittadan like bosib, ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib olasizlar. Dehqondan, xudo xolasa sigirga tayyoridan bugun sotuvda bo'ladi akalar. Bo'ylarni ham ko'ryapsizlar, gigant. Xudo xolasa olayotgan narxingizga arziydigandan bo'ladi akalar. Bittadan like bossangiz, xudo xolasa xonadonlaringning mana shunaqasidan kamida 10 ta, 20 tasidan bo'lsa akalar. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha arzonchilar qishlog'i Qatovondamiz. Dehqon do'stimizning xonadonlariga kelganmiz. Buni narxlarini, yemoq-ichmoqlarni chiroyli qilib do'stimiz o'zlari tanishtirib o'tadilar. Buni yoshligini o'zlari boqib katta qilganlar. Xudo xolasa yaxshi kunga sotuvga qo'yilgan. O'shaning uchun sizdan like bosib, poddesh qilib turasizlar. Do'st birodarlar yuborsalar kimgadir manfaatli bo'ladi akalar. O'shaning uchun biz videolarimizni boshladik. Akalar, bugungi sanamiz xudo xolasa 21-yanvar hammalarga xayrli bo'lsin deb biz videolarimizni boshladik. Do'st, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Arabiyat obunachilari. Mana bugun biz shu dehqonchilik bu mol. Xudo xolasa obunachilaringizga bir chiqaramiz. Akalar, mana orqa hududlarni e'tibor beraverasizlar mana. Bo'yini ham uzunligini ko'raverasiz. Do'st, buni bo'ylari necha chiqdi? Do'st, buni bo'yi 1.40 atrofida. 1.40 atrofida. Buni o'zimiz boqib katta qilganmiz. Yoshlikdan o'zlariga sog'ligiga garantiya xudo xolasa. Sog'ligiga, xudo O'zimiz xolasa. juda katta qilgan dehqonchilik mol. Akalar, biz xonadonlarda turibmiz. U garantiyasini berilaveradi. U bir hafta 10 kun u uyaltirmaydigan xudo xolasa holatda. Bu do'st yem yeb turgan uyda. 2-3 oydan yem yeb turgan. Xudo xolasa siyirqsa ham bo'ladi. Hali qochilmagan, buzoq mol. Hali bo'g'az emas. Yo'q, bo'g'az emas hali. Hali tug'magan ham rahmat. Yo'q, tug'magan. Hali Mol tug'magan. qilaman obunachilarga ham xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Tavsiya qilaveramiz akalar. Orqalari do'st, ko'rib oling. Sog'imlari ham xudo xolasa normallar. Sog'imlari ham katta ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa mol qilaman inson baraka topadi, yaxshi mol. Akalar, biz do'stimizni biz yaxshi taniymiz akalar. Kanalimizda ham ular uchun bu qanaqadir molda aybi chiqsa ham bu balkim bizga aloqa chiqsalar, o'zlariga aloqa chiqsalar, uyaltirmaydigan holat. Bizda yolg'on bo'lmaydi xudo xolasa inshaalloh. Biz borini chiqaramiz, shu barakasini olamiz xudo xolasa. Albatta akalar. Bu bitta o'zini chiqaryapmiz. Bo'ylarni 1.40 atrofida dedik. Chunki yana mollari bor, xudo xolasa mollarni ko'paytirish maqsadida bularni sotmoqchilar, buni kattalarni. O'shaning uchun buni yaxshi niyatda sotuvga qo'yildi. Nesiga ham keladi, uni oldi toshlari, old tomonlari ham xudo xolasa ko'rib olish olsin. Oldin sog'lomligiga, mana og'iz burun holatlari ham mana ideal turibdi. Inshaalloh uyaltirmaydi. Do'st, endi buni narxi, buni kuragi necha kuragi do'st? Ya chiqmagan hali do'st. Hali kuragi chiqmagan. Yo'q, hali buzoq. Hali buzoq. Xudo xolasa mol qilaman insonlarga bemalol yaraydi. Lekin hali buzoq holatda bo'ylari 1.40. Bu yem yeb turibdi-da do'st. Yem yeb turibdi do'st. Yem yeb turibdi. Mana sog'lomligiga, yeb ichishlariga garantiyasini berishadi mana. Oyoqlarni, orqa qanotlariga baquvvatligini ko'raverasizlar. Sog'imlarni ham ko'rdingiz akalar mana. Xolasa uyaltirmaydi. Do'st, buni nima deymiz? Dastlabki qancha qilamiz do'st? Dastlabki do'st vodiy bo'ylab xudo xolasa yetkazamiz. Endi donor hududlarga, bu vohalarga xudo xolasa kelishamiz. Telefon qilamiz. Chunki akalar bu soni ko'p bo'lsa ekan, biz dehqonmiz xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab bepul deyiladi. Vodiy bo'ylab qo'yib beramiz. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda yetkazib berilaveradi. Chunki bitta deya ikki o'zi haligi yo'l kirasi bilan haligi ozgina tafovut bo'lib qoladi-da. To'g'ri. Bu narxni nima deymiz do'st? Do'st xudo xolasa Yozish kerak yo'q-da, chunki molda aybi yo'q. To'g'ri. Sog'lomligiga garantiyasini beriladi, yeb ichib turgan. O'zim kelib ko'rganman ham yeyotganini, yemlayotganini. O'shaning uchun bunga o'zim ham garantiyasini beraman akalar. Do'st xudo xolasa buni narxi bosh demaydi, biz dehqonmiz. Bu katta narx kerak emas. Bu 27-28 yo'q narx do'st. Shunaqa. Bekarga 5 million do'st. Videoni boshida aytib o'tib ketdi. Dehqondan baribir arzon bo'ladi-da, masalan, savdogarga nisbatan dehqondan arzon bo'ladi. Do'st 25 million chiqaramiz deymiz. Xudo xolasa telefon qilsin. Ish bitadi xudo xolasa. Biz dehqonmiz. Bu ol sotarmasmiz, ustiga qo'yib foydalangani. Shunda tayyorga o'tman berasiz-a? 25 million deymiz, xudo xolasa telefon qilsin, ish bitadi xudo xolasa. Akalar, telefon qilsalaring, bu muomalasini qilsalaring, olsalaring bo'ladi, chiroyli qilib. Narxi ham joy anaqa haligi katta qo'yilmadi. Mana 25 millionga sunnat kamini qilib berishadi. Telefon qilaverasizlar. Bu Telegramdan ham alohida video qilib o'zlariga tashlab beraverasizlar. Telefon qilaverasizlar qachon ko'rsalaring ham. Xudo xolasa yaxshi niyatda sotuvga qo'yildi akalar.
Sir bo'lsa ham xudo xolasa sir bo'ladi xudo xolasa. Mana Qo'ysa. kerak, u Yana bir oy boqib, buni so'ysa ham bo'ladi qassobga. Yana ikkinchi varianti. Lekin mol qilaman insonlarga tavsiya qilaman, zo'r mol bo'ladi xudo xolasa. go'shtni ham beraveradi, avesini. Beraveradi go'shtni. Go'shtni ham beraveradi. Ko'p tomoni masalan, old tomoni baland. Sir qilaman deganlarga zo'r bo'ladi. Tushunarli. Do'st, telefon qilishaveradi, past raqamingizni qoldiramiz. Xudo xolasa, telefon qilsin. Sizdan bo'lsa, xayri bor. Xayri bor, ha? Beramiz. Agar bittadan like bosib, obuna tugmalarini bosib qo'yasizlar, xudo xolasa biz videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastdan raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Telegramdanmi, WhatsAppdanmi bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib sunnat kamiga o'tib ham berishadi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.